Maşallah, nima bola qilyapti? Yunus. Aka, bularga ishlar qilyapti bizda. Xullas, Damas головка, zavodskiy головка. Suruvchi tarafini porting qilib bering deyapti. Asl bizda buni chiroylikgina endi kattartirib beramiz, lekin befoyda narsa-da. Og'iz bilan ko't katta qilgandan keyin odam semirib ketadi-da. Buni ham porting qilib kattartirganning foydasi yo'q deb o'ylayman. Iloji boricha Damasni zavodskiy qilib kezish kerak. Ja tez yurmaydigan bo'lsa, Damas tez yurmaydi-yu. Benzinda haydash kerak. Hozir nasib bo'lsa endi Ustoboyni suruvchi tarafini kattartirib bering dedi. Endi nasib bo'lsa suruvchi tarafini 2 mm o'zini zavodskoyni katta qilib gimizdolarning ichini endi qo'ymadingizda. Qanaqa? Gimizdolarning ichini nasib bo'lsa suruvchi tarafi katta bo'ladi. Ichi ham katta bo'lyapti hozir buni. Ha, buni kiruvchi tarafi kollektorlari bilan katta bo'ladi. Portion spark qo'yiladi. Nasib bo'lsa endi bilmadim, effekt beradimi, bermaydimi. Lekin bir paytlar men o'zi Damas 75 razmerga portionga suruvchini ham chiqaruvchini ham katta qilganimda effekt bermaydi. Ajoyib bo'ladi bunisi. Ha, nasib bo'lsa ko'rib ko'raveramiz.